Nerede bak? Hiç vəzi yox. Bizə də. Cəbində bu adamı çürük biləsizlər. Mən sizi çürgünüm. Əgər mən də düşəcək Hazır bərabərəm kameradılar. Sığortayız. Mən sizi maşininizi pravam bozam kameradı ola. Kamal mıydı? Sığorta boyunca Kamal mıydı? BYD-də biləs həmin adam. Ötən səfərə Çakırqan Perigonun BYD-də pulum ekan. Bu aytda mənə həmin narsa biləməm özüm. Olib borilgan reyd tadbirlar davomida qo'pol turdagi qoidabuzarlik sodir etgan bir qancha haydovchilar aniqlandi. Jumladan mana bu Gentra rusumli avtomashina haydovchisi bundan bir kun oldin Urganch shahrida davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanib yurganligi bo'yicha chora ko'rilgan edi. Biroq shunga qaramasdan ushbu haydovchi bir kun o'tib yana takroran davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanib yurgan vaqtida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatildi. Kecha ham davlat raqam belgisi sürmediniz. Bu ham davlat raqam belgisi tinchlikmi? Ha? Yo'q. Urganch tumanida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ushbu Gentra rusumli avtomashina haydovchisi davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanib yurganligi aniqlandi. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimaga qo'yiladi. O'rta haydovchiga e'tirozingiz bormi? Bundan keyin davlat raqam belgilarini taqib haydang, yaxshimi? Qonun ustidan jazo muqarrar. Qonunlarga amal qiling, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Tushunarli? Yana bir holatda esa mast holda bo'lgan avtomashina egasi transport vositasini boshqarmaslik maqsadida Yandex ilovasi orqali haydovchi chaqirgan, ammo chaqiruvga kelgan shaxsning haydovchilik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Qizig'i esa ushbu holatda chaqiruvga kelgan shaxsning haydovchilik guvohnomasiga ega emasligini avtomashina egasi oldindan xabardor bo'lmagan. Ne yok mu водительский? Baba. Nerede bak? Hiç vəzi yox. Bizə də. Cəbində bu adamı çürük biləsizlər. Mən sizi çürgünüm. Əgər mən də düşəcək Hazır bərabərəm kameradılar. Sığortayız. Mən sizi maşininizi pravam bozam kameradı ola. Kamal mıydı? Sığorta boyunca Kamal mıydı? BYD-də biləs həmin adam. Ötən səfərə Çakırqan Perigonun BYD-də pulum ekan. Bu aytda mənə həmin narsa biləməm özüm. Məndə də çazorum var dedi. Şunun üçün qabul etdim. Buni qarangki, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, birovni mashinasini bemalol boshqarib kelgan ushbu shaxs yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan tortishuvga kirishgan. Cinayet tutmam. Cinayet, ma'muriy huquqbuzarlik qilib tursiz. Cinayet emasmi, jinoiy emas. Canım mal aslamıyor, pulum mal aslaşata deyap. Birovni mashinada haydab shunday yeri yo'q, yaxshimi? Haydamang birovni mashinada. Deyman. Necha Strafını keldingiz? to'layveraman haydab. Necha keldingiz? To'layveraman deymandan. Nechap to'laysiz? To'layman, davlatga to'layveraman. Ha, birovni mashina ovoratsa chetadi. O'g'riyatsam ham to'layman. Birovni o'ldirsa chetasiz. To'layman uni. Qamalib chiqaman. Ishatish kerak. Haydamang birovni mashinani. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shuningdek, olib borilgan nazorat reyd tadbirlari davomida transport vositasini qonun talablariga zid ravishda qayta jihozlab, LED chiroqlarni o'rnatgan holda boshqarib yurgan haydovchilar aniqlanmoqda. Aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan haydovchilarga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli choralar ko'rilmoqda. Urganch shahrida o'tkazilayotgan navbatdagi reyd tadbirlari davomida tungi vaqtlarda ushbu Gentra rusumli avtomashina to'xtatib tekshirganda transport vositasini qayta jihozlab, ishlab chiqarilgan korxona tomonidan nazarda tutilmagan chiroqlarni o'rnatib, LED chiroqlarni o'rnatib qo'yganligi aniqlandi. Ushbu holat yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirmoqda. Axir shuncha aytib turibmiz, ommaviy axborot vositalarini tushuntirib turibmiz. LED chiroqlar mumkin emas, deyishda boshqa harakat ishtirokchilarini xavf tug'diradi, ko'rinishi cheklaydi. Shuni bartaraf qilinmadan necha marta aytganmiz, o'zi yashasi katta ekan. Uni mana ko'ngilda yer bersangizlar bo'lmaymi? Urganch shahrida o'tkazilayotgan maxsus reyd tadbirlari davomida ushbu Spark rusumli avtomashina to'xtatib tekshirilganda transport vositasini qayta jihozlab, foydalanishi belgilangan tartibda man qilingan LED chiroqlarni o'rnatib boshqarib yurganligi aniqlandi. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, endilikda ushbu transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Nima bo'yicha chora ko'rdingiz? Gentra rusumli 90A 701 BB davlat raqam belgi avtomobilga yo'l harakati qoidalarining 3-va 3-ilova 708 bandi bo'yicha, ya'ni tashkilot chiroqlarini o'zgartirib o'rnatganligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 127-moddasi bo'yicha. O'rta haydovchi nima sababdan o'rnatib qo'ysiz bu chiroqlarni? Mumkin emasligini bilasizmi? Bilamiz. Boshqa harakat ishtirokchilari noqulaylik tug'diradi, to'g'rimi? Ko'zini qamashtiradi. Bartaraf qilib qo'ying, yaxshimi? Belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi sizga nisbatan. Avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimalar qo'yib turiladi. O'rta haydovchi nima sababdan yo'l chiroqlarini o'zgartirib qo'ysiz? Mashina akamniki. Ota-onasi qo'ymagandi, to'g'rimi? Va bu yaxshi kattalar. Yo'q, og'amnikida. Og'angiznikimi?
Endi bir geçte boshqa harakat ishtirokchilariga noqulaylik tug'diradi bu narsa. To'g'rimi? Yoshi kattalarni yuzini qamashtiradi. Mumkin emas-ku, necha marta ommaviy axborot vositalarida e'lon qildik, aytdik, to'g'rimi? Taqiqlanadi. Yosh ishtirokchilarni o'z boshimchalik bilan o'zgartirib qo'yganligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, o'rtoq haydovchisiga nisbatan avtomashina jarima maydoniga qo'yiladi. Bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling, yaxshimi? Reyd tadbirlar davomida mana bu Damas rusumli transport vositasini boshqarib kelayotgan haydovchi tomonidan davlat raqam belgisi qoidabuzarlik bilan o'rnatilgani aniqlandi. Ya'ni mazkur davlat raqam belgisi ayni shu transport vositasiga tegishli emasligi ma'lum bo'ldi. Yangiobod tumanida tungi xizmat davomida 90W421 NA davlat raqam belgisi bo'lgan transport vositasini haydovchisi o'z boshimchalik bilan 90-309 HAA davlat raqamiga o'zgartirib boshqarganligi aniqlandi va shu yuzasidan tegishli chora ko'rilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, mashina vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yildi. Yana bir Damas rusumli transport vositasini boshqarib kelayotgan haydovchi tomonidan yo'l harakati qoidalari qo'pol ravishda buzilgani aniqlandi. Jumladan haydovchi o'zi hamda o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan holda qarama-qarshi yo'l qatnov qismidan harakatlangan. Urganch shahar Xorazm ko'chasida xizmat faoliyatini olib borayotganimizda Damas rusumli 90N 296 LA davlat raqam belgili avtomobil harakat yo'nalishida qarama-qarshi harakatlanib kelgani uchun to'xtatilib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 128-moddasi 5-qismi yo'l harakati qoidalarining 65-bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. O'rtoq haydovchi imzo chekdi. 294-modda huquqlar boshqa. Haydovchi Harakatda qarama-qarshi harakatlanibsiz. Og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari kelib chiqishi mumkin, tushundingizmi? Bundan keyin ehtiyot bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi sizga nisbatan elektron tartibda. Hurmatli yurtdoshlar, olib borilayotgan ushbu ko'rinishdagi nazorat tadbirlaridan asosiy maqsad jazolash emas, balki aholi orasida yo'l harakati madaniyatini oshirish, har bir harakat ishtirokchilarini o'z hayoti va atrofdagilar xavfsizligi uchun mas'ul ekanini anglatishdir. Bunday tadbirlar viloyatimizning barcha shahar tumanlarida kuchaytirilgan tartibda davom etadi.